o'sha ofisni o'chirib tashlaymiz. Uning uchun biz qarang, pustga bosamiz. Pustga bosganimizda sizlarda ham mana shu o'rtada chiqadigan bo'lsa, mana bu iskga shuni yozsalaring, parametr kelib chiqadi. Yoki setting yoki parametr. Uni tanlaymiz. Keyin sizlarda приложение bo'ladi. Ruscha bo'lsa, tanlaymiz va install apps yoki sizlarda ruscha bo'ladigan bo'lsa, birinchisidan tanlaymiz. Xo'p, keyin menda ofisni e'tibor beramiz. Qaranglar, 2021. O'shaning ustiga bosib, uning installni bosadigan bo'lsak, bizdan ofis o'chib ketadi. Men o'chirmayman. Chunki 2021 2 gigabaytlik fayl. Sizlar hozir ofislaringiz sizlarniki 16. O'sha 16 ni o'chirib tashlasalaring, yangi o'zidek 16 ni qaytadan o'rnatib qo'yamiz. Parlamentga kiramiz, keyin Parametrdan приложениyadan keyin установочный приложенияmi degan yozib oladi. O'shandan olib o'chirib tashlaymiz. Tamom ketadi. Qarang, Word hujjatiga biz parol qo'yamiz. Faylga o'tib, сведение bo'limi bor mana. Kimdadir сведение o'zi ochilishi mumkin. Сведение bo'limiga o'tsak, защита dokumenta bor. Защита dokument ustiga bossak va ikkinchidagisini tanlaymiz. Bizga parol qo'yishni so'raydi. Biz parolni 4 dan 0 qo'yapman yoki 1 2 3 4. Parol qo'ydim va OK bosdim. Yana 1 2 3 4 qaytadan so'rayapti. OK bosdim. Saqlanib bo'ldimi? Boshqatdan kiringizlarchi. Yopib, mana shu hujjatni yopib, saqlanib qilib, boshqatdan kiramiz o'sha faylga. Boshqatdan kirsak bizga parol so'raydi. 1 2 3 4 tersakkina ochiladi. Bo'lmasa hujjat ochilmaydi. Bu hujjatimizga endi parolni olib tashlamoqchi bo'lsak-chi, yana сведениеga o'tamizda, yana u xuddi o'sha joyga o'tib, parolni o'chirib tashlab OK ni bosamiz. Shunda hujjatimizdan parol o'chib ketadi. Word hujjatiga rasm joylash. Birinchi usul va eng ommabop usul. Internetga kiramiz va izlaymiz. Location map city. Menga mana bu rasm yoqdi. O'sha rasmni ustiga o'ng tugmani bosib, copy image va bu yoqqa o'tib, ruscha bo'ladigan bo'lsa, copyright karting turadi. Biz mana qaranglar, rasm siljimayapti. Tepaga ham, pastga ham hech qaysi siljimaydi. O'sha paytda mana bu rasmning yonidagi belgichaga bosib va mana bundan eng oxirdagi yoki mana buni tanlab qo'ysak va siljiydi rasmimiz. Aynan tepaga ham siljiydi. Demak, bunisi emas, boshqasini tanlaymiz. Hop, menga mana shuni bo'laversin. Siljidamiz, shuncha joy qoldirdik va bu yoqni ham to'g'rilab qo'ydik. Endi ozgina tushirib, mana bu binoni hokimiyat deb belgilab qo'yishimiz kerak. Uning uchun biz stavkadan bitta figura chizamiz. Qanday? Xo'p, mana bu bilan biz buni belgilab ketamiz. Ichiga hokimiyat deb yozib qo'yamiz. Mana shuni yozib qo'ysak, xolos. Va uni formatini qanday qilamiz?